Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Daxmi yoshda oshgan pensionerlar uchun 7-7 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasi. Bu mavzu faqat daxmi yoshdan oshgan ota-onalarimizga emas, ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlar va ularga qarab turgan insonlarga ham bevosita tegishli. Chunki ko'p oilalarda keksa inson bor, lekin ular qanday to'lovlarga haqli ekanini bilmaydi. Hujjat topshirishni kechiktiradi yoki baribir bermaydi deb umuman harakat qilmaydi. Natijada odam o'ziga tegishli bo'lgan puldan foydalanmay qoladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Bu qo'shimcha to'lov nima? Kimlarga tegishli? Qanday holatda beriladi? Qachondan boshlab hisoblanadi? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik zarur? Bu ma'lumotni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik detalni bilmaslik ham o'ylab pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar sizga yoki yaqinlaringizga real foyda keltiradi. Avvalo, masalaning mohiyatini tushunib olaylik. Yaqin yosh va undan katta pensionerlar oddiy pensionerlar bilan bir xil holatda emas. Bunday yoshdagi insonlarda sog'liq bilan bog'liq muammolar ko'proq bo'ladi. Dori-darmon xarajatlari oshadi. Ba'zan o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish qiyinlashadi. Kimdir yurish qiyin bo'ladi, kimdir ko'rishi yoki eshitish pasayadi, kimdir doimiy parvarishga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun davlat tomonidan bunday yoshdagi pensionerlarni qo'llab-quvvatlash uchun ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki parvarish bilan bog'liq yordam mexanizmlari nazarda tutiladi. Oldin ko'pchilik bunday to'lovlar haqida faqat mahalla orqali, tanish-bilish orqali yoki tasodifan eshitardi. Kimdir takasi yoshga kirsangiz avtomatik qo'shiladi deb o'ylaydi. Kimdir alohida ariza berish kerak deb biladi. Kimdir esa faqat nogironligi borlarga beriladi deb tushunadi. Ana shu chalkashliklar sababli juda ko'p odamlar o'z huquqini to'liq bilmaydi. Hozir esa raqamlashtirish pensiya jamg'armasi bazalari, mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali ko'plab jarayonlar ancha soddalashgan. Lekin bu shuni anglatmaydiki, siz uyda jim o'tirsangiz hamma pul avtomatik kelaveradi. Ayrim to'lovlar avtomatik belgilanadi, ayrimlari uchun esa ariza, hujjat, tibbiy xulosa yoki alohida murojaat kerak bo'lishi mumkin. Mana shu farqni to'g'ri tushunish juda muhim. 7 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov deyilganda odamlar ko'pincha bitta savol beradi. Bu hamma haqmun yoshdan oshgan pensionerlarga beriladimi? Men sizga aniq aytaman. Har bir holat alohida tekshirilishi kerak. Chunki qo'shimcha to'lovning turi pensionerning yoshi, pensiya turi, nogironlik holati, parvarishga muhtojligi, yashash sharoiti, boshqa ijtimoiy yordam olayotgan yoki olmayotgani ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun falonchiga berishdi, demak menga ham beriladi. Yoki qo'shnim olmabdi, demak menga ham berilmaydi degan xulosa noto'g'ri. Main Park bil nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda. Taqonim yoshdan oshgan pensionerlar yoki ularning farzandlari quyidagi narsani aniqlab olish kerak. Pensioner hozir qanday pensiya olayapti? Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki to'lov tartibi pensiya turiga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 82 yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lishi mumkin. U otaman yoshdan oshgan, lekin sog'lig'i nisbatan yaxshi, uyda o'zi yuradi, o'ziga o'zi xizmat qiladi. Bunday holatda unga avtomatik yosh bilan bog'liq ustama yoki boshqa belgilangan to'lovlar qo'shilgan bo'lishi mumkin. Lekin 5-7 ming so'mgacha parvarish bilan bog'liq alohida yordam unga shunchaki yoshi uchun berilmasligi mumkin. Agar qonunchilikda yoki amaldagi tartibda alohida shart sifatida parvarishga muhtojlik, tibbiy xulosa yoki boshqa mezon belgilangan bo'lsa, shu hujjatlar talab qilinadi. Ikkinchi misol, 15 yoshli onaxon bor. U uzoq masofaga yura olmaydi. Dori-darmonlarni o'z vaqtida icha olmaydi. Ba'zan xotirasi pasayib qoladi. Doimiy ravishda qiz yoki kelinni qarab turadi. Bunday holatda oila onamiz 7 yoshdan oshgan qo'shimcha to'lovga haqlimi deb so'rash kerak. Faqat so'rab qolmasdan mahalla, tuman pensiya bo'limi yoki ijtimoiy xizmat organlariga murojaat qilib, parvarishga muhtojlik bo'yicha qanday tartib borligini aniqlashi zarur. Agar huquq bo'lsa, hujjatlar yig'iladi va to'lov tayinlanadi. Uchinchi misol, Pezimir yoshli pensionerda nogironlik guruhi ham bor. U allaqachon nogironlik bo'yicha ayrim imtiyozlar yoki ustamalar olishi mumkin.
Mana shu yerda muhim noziklik bor. Ba'zi to'lovlar bir-birini inkor qilmaydi. Ya'ni odam bir nechta asos bo'yicha pul olishi mumkin. Lekin ba'zi to'lovlarda bir vaqtning o'zida ikki xil yordam berilmaydi degan tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya bo'limida aynan men hozir qanday ustamalar olayapman, yana qaysi qo'shimcha to'lovga haqliman deb yozma yoki rasmiy tarzda so'rash kerak. 4-misol farzandlar chet elda, pensioner esa yolg'iz yashaydi. Ko'p hollarda yolg'iz keksalar o'z huquqlarini bilmaydi. Telefon qilib so'rashga ham qiynaladi. Idoraga borishga kuchi yetmaydi. Bunday vaziyatda qo'shnilar, mahalla faollari, qarindoshlar befarq bo'lmasligi kerak. Chunki yetim mehrning so'nggacha bo'lgan qo'shimcha yordam pensioner uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bu bir oylik dori puli, kommunal to'lovning bir qismi, oziq-ovqat yoki parvarish xarajatlari degani. Kim xavotir olish kerak? Agar oilangizda haqiqatan bir yoshdan oshgan pensioner bo'lsa va uning pensiyasiga hech qanday qo'shimcha ustama qo'shilmagan deb o'ylasangiz, albatta tekshiring. Agar pensioner parvarishga muhtoj bo'lsa, lekin bu haqda hech qayerga murojaat qilinmagan bo'lsa, kechiktirmang. Agar siz avtomatik bo'lsa kerak deb yurgan bo'lsangiz, bu eng katta xatolardan biri bo'lishi mumkin. Chunki ayrim to'lovlar faqat murojaat qilingan kundan boshlab tayinlanadi. Oldingi oylar uchun berilmasligi mumkin. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar pensionerning pensiya varaqasida yoki bank kartasiga tushayotgan mablag'lar bo'yicha qo'shimcha ustamalar aniq ko'rsatilgan bo'lsa, agar tuman pensiya bo'limidan tasdiq olingan bo'lsa, agar barcha hujjatlar avval topshirilgan bo'lsa, unda shoshilinch xavotirga tushish shart emas. Lekin baribir yilga kamida bir marta pensiya miqdori va ustamalarni tekshirtirib turish foydali. Chunki pensiya tizimida miqdorlar oshishi, bazaviy hisoblash miqdori o'zgarishi, yangi tartiblar joriy qilinishi mumkin. Endi 5 ming so'm masalasini oddiy raqamlar bilan tushuntiraman. Faraz qilaylik, pensioner oyga 1 million 100 ming so'm pensiya oladi. Agar unga qo'shimcha 2 ming so'mgacha to'lov tayinlansa, umumiy oylik tushumi 1 million 6 ming so'mgacha yetishi mumkin. Bu oilaning byudjetiga sezilarli ta'sir qiladi. Agar oilada dorilar oyga 300 ming so'm bo'lsa, qolgan mablag' oziq-ovqatga ketadi. Agar parvarish qilayotgan qarindosh ishga to'liq chiqa olmayotgan bo'lsa, bu yordam kamida xarajatlarning bir qismini qoplaydi. Yana bir vaziyat. Pensioner qishloqda yashaydi. Bank kartasidan pul yechib beradigan odam hamisha topilmaydi. Unga qo'shimcha to'lov tayinlangan bo'lsa ham, farzandlari buni bilmasligi mumkin. Shuning uchun har oy tushgan pulni tekshirish kerak. Bank SMS xabarnomasi bo'lsa yaxshi. Agar SMS ulanmagan bo'lsa, farzandlar pensionerning roziligi bilan bankdan ko'chirma olib, qancha pul tushayotganini ko'rishi mumkin. Ba'zan odamlar pensiya oshmadi deb o'ylaydi. Aslida esa pul tushgan, lekin karta orqali yechishda yoki taqsimlashda chalkashlik bo'lgan bo'ladi. Eng birinchi nozik jihat yoshning to'lish sanasi. Pensioner raqami yoshga kirgan oyda to'lov qachondan hisoblanadi? Bu masalada aniq tartibni pensiya organidan bilish kerak. Ba'zi holatlarda to'lov yosh to'lgan sanadan keyingi oy boshidan hisoblanadi. Ba'zi holatda arza sanasi muhim bo'ladi. Shuning uchun so'xtun yoshga to'lishni kutib o'tirmasdan, yaqinlashayotgan oyda oldindan maslahat olish foydali. Masalan, onangiz 15 may kuni chakdum yoshga kirsa, aprel oyidayoq tuman pensiya bo'limiga telefon qilib yoki borib, chakdum yoshga to'lganda qaysi hujjatlar kerak bo'ladi deb so'rang. Ikkinchi nozik jihat ariza bermaslik. Ko'p odamlar davlat idoralarini o'zi hammasini biladi deb o'ylaydi. Ha, bazalarda yosh ko'rinadi, pensiya turi ko'rinadi, lekin parvarish holati, yashash sharoiti, real ehtiyoj har doim ham avtomatik ko'rinmaydi. Agar pensionerning ahvoli yomonlashgan bo'lsa, buni albatta bildirish kerak. O'zi kelib ko'rsin deyish bilan ish bitmaydi. Murojaat bo'lsa, jarayon boshlanadi. Murojaat bo'lmasa, masala ko'rilmay qolishi mumkin. Uchinchi nozik jihat tibbiy hujjatlar. Agar to'lov parvarishga muhtojlik bilan bog'liq bo'lsa, oddiy yoshi katta degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Shifokor xulosasi ambulator karta ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha hujjat, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi yoki boshqa ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun poliklinikaga murojaat qilib, pensionerning sog'ligi bo'yicha rasmiy hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Ko'pincha odamlar shifokorga bormaydi, dori ichib yuradi. Kasallik tarixida esa hech narsa qayd etilmagan bo'ladi. Keyin rasmiy to'lov so'ralganda hujjatda asos yetishmaydi. 4-nozik jihat doimiy yashash manzili.
pensioner bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, buvisi viloyatda propiskada, lekin Toshkentda qizining uyida yashaydi. Bunday holatda murojaatni qayerga qilish, qaysi hudud organi ko'rib chiqishi, hujjatlar qayerdan olinishi masalasida chalkashlik bo'ladi. Shuning uchun birinchi qadam sifatida doimiy ro'yxat manzili bo'yicha pensiya organi yoki mahallaga murojaat qilinadi. Agar vaqtincha yashash joyi bo'yicha xizmat kerak bo'lsa, buni ham alohida aniqlashtirish zarur. 5-nozik jihat: boshqa yordamlar bilan bog'liqlik. Pensioner kam ta'minlangan oila ro'yxatida bo'lishi, ijtimoiy nafaqa olishi, dog'ronlik bo'yicha to'lov olishi, sanatoriy yo'llanmasi yoki dori imtiyoziga ega bo'lishi mumkin. Qo'shimcha 570 ming so'mgacha to'lov bu yordamlarning hammasiga avtomatik qo'shiladimi yoki ayrimlarda cheklov bormi? Buni aniq bilish kerak. Men doim tavsiya qilaman, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar masala murakkab bo'lsa, ariza yozing va yozma javob oling. Yozma javobda sizga qaysi qonuniy asos bilan berilishi yoki rad etilishi ko'rsatiladi. 6-nozik jihat: pulni kim oladi? Pensionerning bank kartasi bo'lsa, pul o'sha kartaga tushadi. Lekin balgim yoshdan oshgan inson har doim ham bankka bora olmaydi. PIN kodni eslay olmaydi, kartani yo'qotib qo'yishi mumkin. Farzandlar yordam berishi tabiiy, lekin bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Pensionerning puli uning o'z ehtiyoji uchun ishlatilishi shart. Oilada bu pul umumiy ro'zg'orga ketadi deb, keksa odamning dori darmoniga yetmay qolsa, bu ma'naviy jihatdan ham, huquqiy jihatdan ham noto'g'ri. Agar pensioner muomalaga layoqatsiz bo'lsa yoki o'zi pulini boshqara olmasa, vasiylik, ishonchnoma kabi qonuniy tartiblarni ko'rib chiqish kerak. 7-nozik jihat: to'lov miqdori 770 ming so'mgacha deb aytilgani. Gacha degani hamma aynan 770 ming oladi degani emas. Miqdor shartlarga, amaldagi hisoblash tartibiga, bazaviy miqdorlarga yoki tayinlangan yordam turiga bog'liq bo'lishi mumkin. Kimdir to'liq miqdorda oladi. Kimdir esa boshqa ustama olayotgani sababli boshqa tartibda hisoblanadi. Shuning uchun aniq summani faqat shaxsiy pensiya ishi bo'yicha tekshiruvdan keyin aytish mumkin. 8-nozik jihat: pensiya oshirilganda ustamalar ham qayta ko'rilishi. Davlat pensiyalari oshirilganda ayrim to'lovlar ham oshishi mumkin. Ayrimlar esa qat'iy belgilangan summa bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bir marta tayinlandi. Endi hammasi joyida deb yurmaslik kerak. Har safar pensiya oshgani haqida xabar chiqqanda ota-onangizning kartasiga tushayotgan pulni tekshiring. Agar kutilgan miqdor tushmasa, bankdan ko'chirma oling va pensiya bo'limiga murojaat qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar sizning oilangizda paqtim yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam: pensionerning hozirgi pensiya miqdorini aniqlang. Bank kartasiga oxirgi 3 oyda qancha pul tushganini ko'ring. Agar pensiya naqd shaklda olib kelinsa, kvitansiya yoki to'lov varaqasini saqlang. Pul miqdori har oy bir xilmi yoki o'zgarganmi? Qo'shimcha to'lovnomi ko'rsatilganmi? Shuni tekshiring. Ikkinchi qadam: pensionerning hujjatlarini tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, agar bor bo'lsa, nogironlik hujjati, tibbiy xulosalar, poliklinika ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, farzandi yoki yaqin qarindoshi ishonchnoma bilan murojaat qilishi foydali. Ishonchnoma kerak yoki kerak emasligini oldindan aniqlang. 3-qadam: mahallaga murojaat qiling. Mahalla ko'p hollarda pensionerning real yashash sharoitini biladi. Yolg'iz yashashini, parvarishga muhtojligini, oilaviy ahvolini tasdiqlashda yordam beradi. Mahallaga borib, taqsim yoshdan oshgan pensioner uchun qo'shimcha to'lov yoki parvarish yordami bo'yicha qaysi tartib bor, qanday dalolatnoma kerak deb so'rang. Agar mahalla sizni tuman ijtimoiy xizmat organiga yoki pensiya bo'limiga yo'naltirsa, albatta borib ko'ring. 4-qadam: tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bu yerda siz eng aniq ma'lumotni olasiz. Savolni umumiy bermang. Taqdim yoshdan oshganlarga pul beriladimi desangiz, umumiy javob olishingiz mumkin. Aniq so'rang. Falonchi ism familiyali, falon sanada tug'ilgan pensionerning pensiya ishida samarali yoshdan keyingi ustama va 770 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov bo'yicha huquqi tekshirib berilsin. Hozir qaysi ustamalar tayinlangan, qaysilari tayinlanmagan deb murojaat qiling. Yaxshisi arizani yozma shaklida topshiring va kirim raqamini oling. 5-qadam: poliklinikadan tibbiy ma'lumotlarni tartibga keltiring. Agar pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa,
shifokor ko'rigidan o'tkazing. Kasalliklar rasmiy qayd etilsin. Agar nogironlik guruhini belgilash zarur bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibini so'rang. Ba'zan oilalar yillar davomida otam yurmay qolgan deb aytadi. Lekin rasmiy hujjatda bunday holat aks etmagan bo'ladi. Hujjatsiz esa to'lov tayinlash qiyinlashadi. 6-qadam, ariza matnini to'g'ri yozing. Arizada pensionerning to'liq FIshi, tug'ilgan sanasi, pasport ma'lumotlari, pensiya turi, yashash manzili, telefon raqami va murojaat mazmuni bo'lishi kerak. Masalan, Oqazbuni yoshdan oshganim munosabati bilan menga qonunchilikda belgilangan qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va parvarish bilan bog'liq yordamlar tayinlangan yoki tayinlanmaganini tekshirib berishingizni agar huquqim mavjud bo'lsa, belgilangan tartibda tayinlashingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar farzandi yozayotgan bo'lsa, ishonchnoma yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat masalasi aniqlashtiriladi. 7-qadam, javobni kuting va nazorat qiling. Ariza topshirgandan keyin hammasi bo'ldi deb ketmang. Belgilangan muddatda javob kelishini kuzating. Agar telefon qilishsa, hujjat yetishmayotganini aytsa, tezda olib boring. Agar rad javobi berilsa, sababni o'qing. Huquqi yo'q deb yozilgan bo'lsa, qaysi asos bilan yo'qligini tushuning. Agar siz rad javobini noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. 8-qadam, to'lov tushganini tekshiring. Qo'shimcha to'lov tayinlangandan keyin kartaga pul tushishini kuting. Birinchi oyda to'lov to'liq tushmasligi, keyingi oyda qayta hisob bilan kelishi yoki texnik sabab bilan kechikishi mumkin. Shuning uchun bank ko'chirmasini oling. Agar tayinlangan bo'lsa-yu, pul tushmasa, darhol pensiya bo'limiga qayta murojaat qiling. 9-qadam. Oilada puldan foydalanish tartibini kelishib oling. Men buni alohida aytaman, chunki bu juda hayotiy masala. Bu qo'shimcha pul birinchi navbatda pensionerning o'z ehtiyojlariga sarflanishi kerak. Dori, shifokor, oziq-ovqat, gigiyena vositalari, issiq kiyim, kommunal to'lov, uyda parvarish sharoitini yaxshilash. Agar qarindosh parvarish qilayotgan bo'lsa, uning xarajatlarini ham hisobga olish mumkin. Lekin pensioner pulsiz qolib, boshqalar bu mablag'ni boshqa maqsadda ishlatsa, bu katta adolatsizlik. Yana bir amaliy maslahat: har bir hujjatdan nusxa oling. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, ariza nusxasi, kirim raqami, tibbiy xulosa nusxasi. Bank rekvizitlari hammasi bitta papkada tursin. Keksa insonlarning hujjatlari ko'pincha yo'qolib qoladi yoki bir farzandnikida, bir qizinikida bo'lib ketadi. Hamma narsa tartibli bo'lsa, davlat idoralarida ham ish tezroq yuradi. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, u holda uyga borib xizmat ko'rsatish imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Ayrim hollarda mahalla ijtimoiy xodim yoki mas'ul tashkilot vakillari uyga kelib holatni o'rganishi mumkin. Buning uchun ham murojaat qilish kerak. Onam yura olmaydi, idoraga olib bora olmaymiz. Hujjatlarni qanday rasmiylashtiramiz deb ochiq ayting. Ko'p odamlar aynan shu joyda to'xtab qoladi. Aslida esa bunday holatlar uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Agar siz chet elda bo'lsangiz, lekin ota-onangiz O'zbekistonda bo'lsa, masalani qarindoshlarga topshirib qo'yib unutib yubormang. Telefon orqali mahalla bilan bog'laning, pensiya bo'limining raqamini toping. Ota-onangizning kartasiga qancha pul tushayotganini muntazam tekshiring. Zarur bo'lsa, ishonchli qarindoshingizga ishonchnoma rasmiylashtiring. Keksa ota-onaga tegishli to'lovlar nazoratsiz qolmasligi kerak. Demak, taqdim yoshdan oshgan pensionerlar uchun 707 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasi juda muhim va har bir oilada tekshirilishi kerak bo'lgan mavzu. Hamma holatda bir xil javob yo'q. Pensiya turi, yosh, sog'liq, parvarishga muhtojlik, boshqa ustamalar va hujjatlar ahamiyatga ega. Eng to'g'ri yo'l bank tushumlarini tekshirish, hujjatlarni tayyorlash. Mahalla va pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Kerak bo'lsa tibbiy xulosalarni rasmiylashtirish va yozma javob olish. Men sizdan iltimos qilaman. Agar oilangizda tagammun yoshdan oshgan ota-onangiz, buyingiz, bobongiz yoki qarindoshingiz bo'lsa, bugunoq ularning pensiyasini tekshirib ko'ring. Balki ular o'zlariga tegishli qo'shimcha to'lovni olmayotgandir. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda bunday to'lovlar bo'yicha qanday tajriba bo'lgan? Kimdir olganmi? Qaysi hujjatlar so'ralgan? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir oylik daromadini oshirishga yordam berishi mumkin.